Chorvoqqa borganimizda bitta yigitcha muravennik sotib yuradi. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Aynan o'sha tam birgalikda tayyorlaymiz. Shakar, tuxum, sut, chala erigan margarinni solib aralashtirib, ichimlik sodasi, un solamiz va xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni yoyib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Qattiqqina bo'lib qotishi uchun 1-2 soatga muzxonaga yuboramiz. Qotgan xamirni idishga un solib, unga belab qirg'ichni katta tishidan o'tkazamiz. Unini elab tashlaymiz. Unlab qirg'ichdan chiqarsangiz shunaqa donador bo'ladi. Pishirish uchun pechga yuboramiz. Qarab turaylik, tez tayyor bo'ladi. Unlansa shunaqa oson maydalanadi. Sariyog, vareniy moloko, asalni olovga qo'yib eritib aralashtirib olamiz. Maydalangan korjimizni ustidan quyib, yaxshilab aralashtiramiz. Kichkinaroq stakan yoki idishni suvlab, tayyor bo'lgan massamizni presslab solishni boshlaymiz. Suvlansa chiqarish oson bo'ladi. Men farzandlarimiz sut ichadigan idishni qopqog'idan foydalandim. Xohishga ko'ra bezak berishingiz ham mumkin. Retsept yoqsa nodirangizni duo qilishni unutmang.